Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugun biz zamonaviy fizikaning poydevorlaridan biri bo'lgan mikroolamga bo'lgan qarashlarimizni butunlay o'zgartirgan mavzu Borning atom nazariyasi haqida so'z yuritamiz. Ushbu dars davomida klassik fizika duch kelgan inqiroz va uning Niels Bohr tomonidan qanday hal etilganini ko'rib chiqamiz. Bu nazariyaning vujudga kelish sabablaridan boshlab Borning mashhur postulatlarini tahlil qilamiz. Vodorod atomi spektrining sir-asrorlarini ochamiz va nazariyaning ham yutuqlari ham cheklovlariga to'xtalib o'tamiz. Nima uchun Bohr yangi nazariya yaratishi kerak edi? Sababi 20-asr boshida Rezerford taklif qilgan planetar model klassik fizika qonunlariga zid edi. Agar elektron yadro atrofida shunchaki aylanib yursa, u doimiy ravishda energiya yo'qotishi va spiral bo'ylab harakatlanib yadroga qulashi kerak edi. Ammo tabiatda atomlar barqaror. Aynan mana shu jumboq klassik fizika uchun katta inqiroz edi. Bu muammoni hal qilish uchun 1913-yilda yosh daniyalik fizik Niels Bohr maydonga chiqdi. U Planckning kvant g'oyasini Rezerford modeliga dadil tatbiq etdi. Bohr shuni tushunib yetdiki, mikroolamda noodatiy makroskopik qonunlar har doim ham ishlayvermaydi. Uning yondashuvi fizika tarixida mutlaqo yangi sahifa ochdi. Bohrning birinchi postulati statsionar holatlar deb ataladi. Unga ko'ra atomdagi elektron ixtiyoriy masofada emas, balki faqat ma'lum bir uzoqlikdagi orbitallarda harakatlanadi. Eng muhimi, bu maxsus orbitallarda harakatlanayotgan elektron hech qanday energiyaga nurlanmaydi, ya'ni u o'z barqarorligini saqlab qoladi. Ikkinchi postulat elektronning bir orbitadan ikkinchisiga sakrashini tushuntiradi. Agar elektron yuqori energiyali orbitadan pastki qismga o'tsa, u oradagi farqqa teng bo'lgan bitta yorug'lik kvantini, ya'ni fotonni chiqaradi. Aksincha, energiya yutsa, yuqoriga sakraydi. Mana shu kvant sakrashi yorug'likning nurlanish mexanizmini tushuntirib berdi. Biz buni narvonga qiyoslashimiz mumkin. Siz narvonning birinchi pog'onasida yoki ikkinchi pog'onasida tura olasiz, lekin ular orasidagi bo'shliqda tura olmaysiz. Atomda ham shunday. Elektronlar energiyasi kvantlangan, ya'ni u qat'iy belgilangan qiymatlarga ega bo'ladi. Bohr o'z nazariyasini eng sodda atom vodorod misolida isbotladi. U nazariy yo'l bilan vodorod atomining o'lchamlarini, ya'ni Bohr radiyusi deb ataladigan masofani hisoblab chiqdi. Bu hisob-kitoblar tajribada olingan natijalar bilan hayratlanarli darajada mos keldi. Bohr nazariyasining eng katta g'alabasi vodorod spektridagi chiziqlarni tushuntirishi bo'ldi. Nima uchun vodorod faqat ma'lum ranglarni chiqaradi? Chunki elektronlar turli qobiqlardan pastga tushganda turli energiyali fotonlar ajraladi. Masalan, ikkinchi qobiqqa tushganda biz ko'z bilan ko'radigan rangli chiziqlar Palmer seriyasi hosil bo'ladi. Xulosa qilib aytganda, Bohr nazariyasi atom barqarorligini isbotladi, spektral qonuniyatlarni ochib berdi va eng asosiysi fizikani mikrodunyoni tushunishga tayyorladi. Bu nazariya uchun Niels Bohr 1922-yilda Nobel mukofotiga sazovor bo'ldi. Albatta, har qanday ilmiy qadam kabi bu nazariya ham mukammal emas edi. U murakkab atomlarni tushuntirishda ojizlik qildi. Shuningdek, elektronni faqat kichik sharcha deb hisobladi. Uning to'lqin tabiatini hisobga olmadi. Bu kamchiliklar keyinchalik zamonaviy kvant mexanikasining yaratilishiga turtki bo'ldi. Bohrning atom nazariyasi insoniyatning materiya ichiga qilgan eng jasur va muvaffaqiyatli salohiyatlardan biri edi. Bu nazariya eskirgan bo'lsa-da, uning asosi bo'lgan kvantlash g'oyasi bugun biz foydalanayotgan lazerlar, kompyuterlar va smartfonlarning asosi bo'lib xizmat qilmoqda. E'tiboringiz uchun rahmat.